Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Kitob tumanining Javz qishloq dorivor o'simliklari. Javz so'zi arab tilidan olingan bo'lib, ma'nosi yong'oq, yong'oqliq joy, yong'oqzor. Ya'ni soylarda, tomorqalarda ko'p ko'zga ko'rinadigan daraxt yong'oq, shifobaxsh meva hisoblanadi. Mana bu ko'rinib turayotganingiz boyarishnik, qizil do'lona, bu ham yurak xastaliklariga shifobaxsh. Irg'aycha daraxt butasi, bu ham shifobaxsh buyrak kasalliklarida. Bu qora andiz, devyasil deyiladi rus tilida. Bu ham shifobaxsh o'simlik hisoblanadi. Mana bu qari qiz, lopux deyiladi. Bu ham shifobaxsh o'simliklardan hisoblanadi. Javz qishlog'i shifobaxsh giyohlar va mevalar bilan ajralib turadi va juda ham ko'p shifobaxsh meva va o'simliklari bor. Mana bu daraxt sariq do'lona, bu ham shifobaxsh hisoblanadi mevasi. Mana ko'zga ko'rinib turayotgani hozir zevraboy. Zevraboy bu dalachoy juda ham shifobaxsh. Bu qizilmiya, solotka deyiladi rus tilida. Bu ham shifobaxsh. Sachratqi, skori deyiladi. Bu ham shifobaxsh. Mana bu molachoy, shirak deymiz. Bu ham shifobaxsh. Altay, gulxayri, bu ham shifobaxsh. Shpovnik, namatak, bu ham shifobaxsh hisoblanadi. Shalfi, bu ham shifobaxsh o'simlik hisoblanadi. Bu miyata, yalpiz, shifobaxsh giyoh. Vonchik, pechak, bu ham shifobaxsh giyoh hisoblanadi. Bu tugmachagul, prisvornik deyiladi. Bu ham shifobaxsh giyoh hisoblanadi. Javz qishlog'i juda ham shifobaxsh giyohlari ko'p.